Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bitmas, tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Sahobai kiromlardan Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Xususan biz mo'min musulmonlarni bilib bilmay qilgan xatolarimizni o'zi mag'firat aylasin. Barchalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb qolaman. Mana Ramazonni ham 18-darsligida 18-kunida siz azizlar bilan ko'rishib turganligimizdan Alloh taologa behad hamd sanolar aytamiz. Cheksiz olamlarning Robbi bo'lgan Alloh azza va jallaga va Alloh taolo payg'ambar qilib yuborgan barcha payg'ambarlarga salatu salomlar bo'lsin. Mana Ramazonni 18-darsligimiz ham boshlanib qolyapti. Ramazonni Allohga muhabbat ulug'lashadi degan, ya'ni Ramazonda Allohga bo'lgan muhabbat ulug'lashadi degan darslikni siz azizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Ramazon roza tutish bilan Alloh taologa buyrug'iga itoat etish qalbda u zotga bo'lgan muhabbat ziyoda qiladi. Alloh taoloning valilari u zotga qattiq muhabbat qilishadi. Ular uni suyadi. Ular Allohni sevishni azablilari yeri yo'q. Ammo azablanarli yeri Alloh ularni sevishidadir. Alloh ularni yaratgan rizqini ham beradi. Ularni ofiyatda saqlaydi va yana sevadi ham. Alloh taolo muhabbatini 10 ta alomati bor. Kim ularni qilsa Alloh albatta ularni suyadi. Birinchisi, Alloh payg'ambariga vahiy yetib nozil qilingan kalomga muhabbat qo'yish. Bu kalomni tadabbur va tilovat qilish, uni o'ziga do'st tutish, qalbni uning ta'limotlari bilan isloh qilish, uning bog'ida qalbni oziqlantirish, tun qorong'ularida va zulmatda u bilan tong ottirish, u buyurgan narsaga amal qilish va hayotni barcha jabhalarida uni hakim etib tayin etish. Bularning barchasi u zotga muhabbatdir. Alloh taoloni o'ziga bo'ysunib, Alloh taoloni yaratganiga, ne'matlariga va rizqiga berayotgan har bir kuniga hamd aytib va rizq berayotgan Ar-Razzaq sifati bilan doimo Allohni eslamoqlik kerak. Ular ofiyatda saqlaydi va yana sevadi ham deyapti. Ikkinchisi, Allohning elchisi bo'lgan payg'ambarimizni sevish, u zotga salovat va salomni ko'paytirish, u zotni ma'sum ekanliklariga e'tiqod qilish hamda o'ziga namunani qilib olish. Alloh taolo u zotni namuna ekanligini eslatib shunday marhamat qiladi. Qola ta'ala: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Batahqiq sizlar uchun Allohdan va oxirat kunida umidvor bo'lganlar uchun va Allohni ko'p zikr qilganlar uchun Rasulullohdan go'zal o'rnak bordir. Tortirmay, cho'chimay va ikkilanmay u zotni sunnatiga amal qilish. Alloh taolo bu haqida shunday marhamat qiladi. Qola ta'ala: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Yo'q, Robbingga qasamki, seni o'z orolida chiqqan kelishmovchiliklarda hakam qiluvchilargacha keyin chaqirgan hukmingga dillarida tanglik
topmaslik, butunlay taslim bo'lgunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaslar. 3. Alloh taolo harom qilgan ishlardan qochish, u zot belgilab qo'ygan chegaralarni buzishdan, ularni himoya etish, islom shariatidan birortasi xayrlanayotgan vaqtda g'azab qilish, bu dunyo uchun quyib yonish, bid'atu zalolatlar orasida tushib qolgani uchun alam chekish va qalb, til yoki qo'li bilan imkon qadar unga xizmat etish. 4. Alloh taoloning valilaridan xursand bo'lish va mana shu valilikni qo'liga kiritish uchun harakat etish. Alloh taolo o'z valilari xususida shunday marhamat qiladi: ogoh bo'lingkim, Allohning do'stlariga xavf yo'qdir va ular xafa ham bo'lmaslar. Ular iymon keltirganlar va taqvo qilganlardir. Boshqa bir oyatda esa shunday deydi: Qala ta'ala: Innama waliyukumullohu va rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sadaqallohul azim. Albatta sizning valilaringiz Alloh, uning payg'ambari va bo'ysungan hollarida namozni qoyim bo'lib, zakotni ado etadigan iymon keltirganlardir. 5. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish va biror imkoni shu yo'lda sarf etish va islomni rivojlantirgani sababli hamda uni himoya qiladigan qalqondir. Alloh taolo yana o'z kalomida aytadiki: Qala ta'ala: "Va latakum minkum ummatun yad'una ilal khayri ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون." Sadaqallohul azim. Sizlardan yaxshilikka chaqiradigan, amru ma'ruf va nahiy munkar qiladigan bir ummat bo'lsa, ana o'shalar o'zlari najot topuvchilardir. Go'zal sifat Ramazonda yana barq uradi. Chin ro'zadorlar Allohdan umid qilib insonlarni yaxshilikka da'vat va nasihat qilishlarini ko'payadilar. 6. Solih insonlar bilan birga bo'lish, yaxshi insonlarga muhabbat qo'yish va Allohning do'stlari bilan do'st bo'lish hamda ularning so'zlarini tinglash, ziyoratlariga borish va ularning haqlariga duo qilish, ularning obro'larini himoya qilish va yaxshiliklarini zikr qilib, ularni imkon qadar manfaat olishga intilish lozim. Alloh taolo aytadi: Albatta mu'minlar birodardirlar. Boshqa bir oyatda esa birdan bo'lishga buyuriydi. Barchangiz Allohning ipini mahkam tuting va bo'linib ketmang. Bu narsaga juda qattiq e'tibor bo'lishimiz kerak. Har xil narsalarga qo'shilib ketmasligimiz kerak. Allohning rasulini yo'li va Allohning farz qilgan yo'liga bo'ysunmoqligimiz kerak. Keyin esa sekin-sekin qolgan odamlarni Allohning nomidan Allohning nomini qo'shib va nafsini alashtirmagan odamlarga qo'shilmoqligimiz yaxshi bo'ladi. Gaplarini tinglamoqligimiz yaxshi bo'ladi. Va avliyolar, valilar kim desa, bu Alloh taoloning tavhidini, yagonaligini yakka deb bilib, unga ibodat qilib, Allohni ko'rib turganday ibodat qilishlik bo'ladi. U zotlar xuddi shunday zotlar bo'lgan. Ular ma'siyatdan yiroqlar, gunohdan yiroqlar, g'iybatdan yiroqlar, chetlanadilar. Xuddi misoli yo'lda ketayotsangiz, yo'lda bir yomon narsa chiqib qoldi-da, shu ko'ynagim tegmasligi uchun, anaqa tegmasligi uchun deb shunday ko'ynagingizni ko'tarasiz. Ko'ynagingizni, ya'ni pasini ko'tarasiz.
Etagingizni shunday ko'tarib olasiz, yomon narsa tegmasligi uchun. Avliyo zotlar ham shunday. Ular yomon narsalarga qo'shilib, ular bilan birga o'tirmaydilar. Allohning zikrida bo'ladilar va Allohning ulug'ligiga da'vat qiladilar. Allohning kalomi, Allohning so'zi haqligiga va payg'ambar alayhissalomning so'zlari haqligiga doimo isbotlab keladi va o'rgatib boradi va tavhid ahlidan bo'ladi. Allohni yagona deb biluvchi zotlardan bo'ladi va haqni mahkam ushlagan zotlardan bo'ladi. Ular hech narsadan qo'rqmaydilar, faqat Alloh azza va jallani jamolini ko'rishlikdan qo'rqadilar. 7-si, Alloh taologa nafl ibodatlar bilan yaqin bo'lishga intilish hamda namoz, roza, sadaqa, haj, umra, tilovat, zikr va boshqa yaxshiliklar bilan u zotga yetishiga intilish. Alloh taolo mu'min bandalari haqida shunday marhamat qiladi. Qola ta'ala: "Fastajaba lahum robbuhum annahu yuhyi wa ashab فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين." Sadaqallohul azim. Albatta ular yaxshilikka shoshilishar edi va bizga rag'bat ila va qo'rqib duo qilishar edi. Ular bizga ta'zim ila bo'ysunuvchi edilar. Hadis quddusiyda esa u zot shu ma'noda marhamat qiladi: bandam nafllari ila menga yaqin bo'lishga intilar ekan, hattoki men uni suyib qolaman. 8-si, boqib harakat, muhabbatni foni dunyodan ustun qo'yish. Alloh azza va jallani huzurida turish uchun hozirlik qo'yish hamda va'da qilingan qiyomat kuniga ozuqa yig'ish. 9-si, haqiqiy tavba qilish, ma'siyat va gunohlarni tark etish hamda gunohkor va yomon insonlar bilan birga bo'lishni tark etish. Chunki ular bilan birga bo'lish doimiy vabo va kasallik hamda halok qiladigan zahardir. Alloh taolo taqvodor bandalarni do'stligi haqida shunday marhamat qiladi. Qola ta'ala: "Ala khawfun yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Sadaqallohul azim. O'sha kunda taqvodorlardan boshqa do'stlar bir-biriga dushmandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: kishi qiyomat kuni o'zi yaxshi ko'rgani bilan hashr yig'iladi, qilinadi deydi. Allohim, senga bo'lgan muhabbatimiz va senga rozi bo'ladigan narsaga muhabbatimizni ziyoda qilib bergin va gunohlarimizni o'zing mag'firat qilgin va seni jamolingni ko'rishlik uchun va seni uchun qadam bosib yurishlik uchun, seni vali zotlaringdan avliyo zotlar bo'lishlikka va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni merosxo'rlari bo'lishlikka va Allohdan o'zga narsa kerak emas bo'lishlikka, ya'ni iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in bo'lishligiga o'zing bizga nasib ro'zi aylagin. Gunohlarimizni avvali va oxirini o'zing kechirgin. Xatolarimizni o'zing mag'firat aylagin. Mana bugungi darsimiz o'zingga chinakam muhabbat, ya'ni o'zingni do'stlaring bo'lishlikka, Ibrohim Halilullohday, ya'ni Ibrohim alayhissalom payg'ambaring kabi senga yaqin bo'lishlikni va o'zingni yo'lida jonimizni ham tikishlikni va o'zingni yo'ling uchun va o'zing qiyomatda bu meni bandam deb odamlar ichida maqtanishlik uchun bizni o'zingni yo'lingga burib qo'ygin. Allohumma amin, Allohumma amin, Allohumma amin. Alloh taolo barchalarimizni qilayotgan ibodatlarimizni o'zi dargohida qabul etsin, gunohlarimizni mag'firat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.